Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun biz hozir Vatan klinikasida bemorni muolaja qilyapmiz. Bemorimiz bel umurtqa osteoxondrozi 4-5 bel umurtqa orasida grija, shu disk churrasi va 3-4 orasida protruziya kasalligi bilan davolanyapti. Hozir igna terapiya muolajalarini olib boryapmiz. Bemorga mana paravertebral igoterapiya, bu meridian R deymiz, buyrak meridiani orqali foydalaniladi. Igoterapiya yarim soat 2 xil uslubda qo'yiladi. In va yan degan uslubda. Bu yan uslubi qo'zg'atuvchi uslub hisoblanadi. Bu igna qo'yilgan paytda qon chiqish jarayonidan to 10 minutgacha. In uslubi ikkinchi variantida, u ham 2 ga bo'linadi. İkinci variantning birinchi uslubi yarim soatdan 45 minutgacha igna turadi. İkinci uslubi 1 sutkagacha. Nuqtaga tushdimi? Og'riq bo'ldimi? Hozir biz in stilida ikkinchi uslubini qo'llamoqchimiz. Bemor yarim soat ignada muolajasini oladi. Bemor kelganlariga bugun 3-kun, effektlari ancha yaxshi. Yarim soatdan keyin olamiz. Xo'p.